Azizlar, assalomu alaykum. Yangi vlogimga xush kelibsiz. Bugun uyimizga bu yerda Akdeniz universitetida o'qiydigan o'zbek talabalar kelishadi. Ertaga universitetlarida madaniyat tanituv kunlari bo'ladi va o'zbek ovqatlari, o'zbek urf-odatlari, kiyimlari, umuman o'zbek madaniyatini tanitishadi. Ba'zi ovqatlarni bo'lishib oldik, qilib beramiz, olib boramiz deb. O'zlariga ham aytdim, mani uyim bo'sh, kelsanglar, xohlagan ovqatinglarni qilamiz deb. Qovurma chuchvara qilishmoqchi va iltimos qilishdi. Kelib manikida menga yordam berib, birgalikda qovurma chuchvara pishiramiz va shu bahona vlog ham olishga qaror qildim. Talabalar kelguncha chuchvarani xamirini qilib qo'yay dedim. Kartoshka qo'yib qo'ydim qaynatishga. Qiyma bilan kartoshka aralashtiramiz ichiga. Un, tuxum, tuzli suv va eritilgan margarin qo'shamiz va xamir qilib qo'yamiz. Qizga kelishdi. Mana hammasiga men ish topib berdim. Chuchvarani boshladik. Bolalar yo'lda ekan, bolalar ham kelishadi. Kartoshkamiz qaynayapti. Bolalar ham kelishdi. Azizbek. Assalomu alaykum. Srazu ishga tushib ketdim men. Chunki vaqt G'ilminni qoldi. qilyaptilar Aziz. G'ilminni nimaligini bilmay. Qiziqqanim uchun g'ilminni qilishga harakat qilyapman. G'ilminni qanaqa ovqat bo'ladi so'rayaptilar. Maryamxon. Assalomu alaykum. Mana boshladik harakatlarni. Maryam, siz nima qilyapsiz? Bizda hozir chuchvara uchun piyozni qovuryapman. Qovuryapmiz harakatda mana inshaalloh qovurilgan chuchvara ham bo'ladi. Dilmurod ham bordi. Dilmurod namoz o'qiyaptilar. Hozir chiqsalar ularga ham ish topib beramiz. Odam ko'p bo'lsa ish topish ham qiyin bo'lib ketar ekan. O'rganib qolganman hammasi o'zim. Ham kartoshka bo'lgan bo'lsa olsaymi uni? Shivitoshi qilamiz. Lekin hech kim bilmaydi shivitoshini. Men ham eshitganman. Mana shu to'g'ri qilamiz. Quruq maydaladik. Ma'qul maydaladilar. Tuxum qo'shyapman. Yana gaplashamiz. Un qo'shamiz. Un deyapman, tuz qo'shyapmiz. Tuz qo'shib, yana ozgina qo'shib olib, o'zimizcha bir narsa qilamiz. Turklar точно bilmaydi shivitoshini, так что Yengillik bo'ladi. yengillik bo'ladi. Xo'sh. Mana shivitoshiga mana qilish kerak. Kartoshka, piyoz и sarsa artish kerak. Sana artaymi? Tashqarida kartoshka bilan piyoz bor. Aziz. Mana chuchvaraga mana xamirlar harakat yo'lyapti. Mana bu yoqda qo'shtiramiz. Dilmurod ish qilganini olmadingiz videoga. Hozir aytishadi. Hamma ish qildi, Dilmurod qilmoqda. Ularni ham olaman. Chuchvara turdirib. Aha. Hozir mana hammamiz birgalikda chuchvara tugamiz. Aziz qachon tugaman deb foyda bo'ltiribdilar. Aziz g'ilmindidan foydalandi. G'ilmindini ham. Ha. Şapkıda çapılgangına, tahtada terilgengine. Şapkıda çapılgangına, tahtada terilgengine. Varmakta bükülgengine, berekiyesin geldi. Bo'laveribdimi? Mana Dilmurod ham ish qilyapti. Dilmurod keldi dedik, lekin hech ish qilganini ko'rsatmadik. Hozir qovuradigan men bo'lyapman mana shular hammasi. bo'ldi. Qovurish. Lekin bu chuchvara o'xshamadi. Mayli o'xshab ketadi. Birinchi marta. Bıktım ipekleri dünyadan, ipekleri dimenzleri dünyadan. Cila... Zorla Mazrat. Yok, yok. Yaxshi chiqib Yurganim yo'q.
Hoşu ko'zimni suzganim yo'q. Soy bo'yida yo yurganim yo'q. Oshingani yo'q. Olmoqchidek bo'lishingiz kerak, ha? Aha, oldim. Mana hozir Feruza opamlar g'ilmindini. Ha, voy. Mana shivi toshini hozir Feruza opamlar nachinkasini tayyorlayaptilar. O'zlari mana zo'r ketyapti. Mana chuchvaralarimiz. Chuchvar kuyib ketmasinmi? Biz o'z Aziz bilan kelishib oldik. Anaqa ochmoqchimiz. Chuchvar qovuradigan joy ochmoqchimiz. Men tugib beraman. Anaqa qovuradi. Mana tayyorgarlik. Mana mashalloh ishlarni qilib mana Mashinada ovqat yeb ketyapmiz. endi mashinada mana ovqatlar Feruza opamlar mana baraka topsinlar. Rabafga berishdi. Va hammamiz bu kun hech qachon esimizdan chiqmaydi, chunki juda ham maza qildik bugun. Zo'r rahmat Feruza opa. Rahmat Feruza opa, Alloh rozi bo'lsin. Mazza qilishi davom bor. Yotoqxonaga ulgurmay qolasiz. Yo, boramiz xudo xohlasa. Inshaalloh. O'sha kuni vaqt ancha kech bo'lib ketdi va ming afsuski ovqat yeyishga ulgurmay qoldik. Bolalar yo'lda ovqat yeyishga majbur qolishdi. Bu vlogimni oxiri emas, hali madaniyat kunlaridan olgan videolarim bor, uni ham alohida vlog qilib chiqaraman. G'ilmindini ming afsuski o'sha kuni qilib ulgura olmadik, lekin G'ilmindi haqida boshqa bir vlogim chiqadi. Kuzatishda davom eting. Bo'ldi. Qiladigan joy bo'lsa bo'ldi. Bezor ham bo'lasiz bizdan. Nimaga ham aytdim deb. Nima qilmoqchi bo'lyapsiz endi? Har oy bir marta, ikki marta o'zingizga qilib. Последний oy maydan keyin уже ta'til. Feruza opa mayovkaga chiqsak-chi? Inshaalloh mana bizani bugun olib kelib qo'ydilar Feruza opam ovqatlarni qilib. Ozgina kechga qolib ham mana keldik, lekin mazza qildik. Shvitoshlarni ham birinchi marta yeb. Qanaqa qilib Aha. qilishar ekan, ko'rsatisar ekan. Inshaalloh. Masjidami qayerda? Mana bu yoqda qiz yurtiga mana tashlab qo'yaptilar bizani. Alloh rozi bo'lsin.